Oldidan 60 milyon pul topshirib, bank qarz qilib setib bo'lgan 84 kvadrat 2017-yili ochqish topshirgan 6 yil bo'lgan binodagi dinamik liftli o'yin ahvoli bir ko'rib boqaylik. Ishdan kirgandan keyin kiyim shkaf, oyoq shkafning o'rni, mana yon taraf qaraydigan bo'lsak, oshxonasi, tabiiy gaz, dariza, havo almish jihatda ishchilarni o'rlashtirish jihati yaxshi. Udulda bo'lsa, tozlik uyining ichidagi ishlatgan materiallar yaxshi, bo'shliqi bilan yaxshi holatda. Mana yon taraf qaraydigan bo'lsak, kichik yotoq uyning ahvolini bir ko'rib boqing. Buni kichik bolalarimizni yotoq uyi qilsakmi, cho'nglarning aram oldiga yotoq uyi qilsakmi, chiroyli holatga keldigan uy. Mana yon tarafda biz bu o'ringa tomoq ustuni qo'ydigan o'rin. Nega to'nglatqularimizni, tomoq ustunimizni qo'ysak tamamen bo'ladi. Mana siz ko'rayotganingiz bo'lsa, bu 84 kvadrat uyning mehmonxonasi. Mehmonxonasining ishchilarining bezaklarini madaniy holatda bak pokiz chiroyli qiliqliqa. Mana udulida bu mehmonxonaning darizasi pyochon holatda. Hozir kun tushmi yaxshi holatda. Bugun havo tutuq. Mana bir ko'rsataylik. Udulida to'sib oladigan boshqa bino yo'q. Kun tushishati yaxshi. Naq maydonga kelib ko'rsangiz kun tushishining yaxshiligini his qilasiz. Mana yan tarafida bu uyning yana bir yotoq uyi. Yotoq uyining ishkaflari chiroyli madaniy, chiroyli chiqiriqliq. Uyning pokiz. Yotoq uyimi pyochon holatda. Kun tushishi mehmonxonasiga o'xshash bir tarafda bo'lganligi uchun kun tushishdan ajramasangiz bo'ladigan uy. Siz ko'rgan bu uyni yaxshi ko'rdingizmi? Agar bu uyga ehtiyojingiz bo'lsa, bizlar aloqalashsangiz bo'ladi. Kinechki rasmiyatlar to'liq. O'rni bo'lsa, Urumchi Saybog' rayoni, Koni poyezd stansiyasi, ya'ni Xo'chi Nanjarning keng taraf Chinfonliga joylashgan. 2017-yil ochqish topshirilgan 6 yil bo'lgan dinamik liftli bu uyni setib olmoqchi bo'lsangiz, men bilan vaqtincha tutib aloqalashing. Boshpatda undidor nomerim bor. Aloqalashish telefon nomerim 136 4 986 99.